Assalomu alaykum. Charchim yo'qmi? Yaxshilarsizlar? Adres bo'yicha boramizmi aka? O'ng tarafdan chap tarafdan so'ngiz bor, isangiz borda, Wi-Fi bor mashina ichida. Zaryad nusxasi kerak bo'lsa, mana orqamda aka. Bo'ldi, rahmat. Faqat aytgan joyga tezroq borib qo'ysangiz bo'lib qo'yiladi. Xo'p. Ano, ketdik, sen de yoqamisiz? Yo'qmi aka? ano qilingan biznes planni anaqasi nima bo'ldi? Biznes planni gaplashdim. Ertaga ko'rishamiz dedi. Va aytib pulni qarz. Berishimiz kerak. Jamoaga boraman. Маршрут перестроен. Hammaga hozir qanday yo'lda turibdi? 300 метров, поверните направо. Xabarda o'sha kuni 2 soat ichida chiqaraman pulni olgandan keyin. Ertaga olgandan keyin 2 soat ichida chiqaraman aka. Поверните направо. Pul yonimda. Shu yerda aka? Mana shu yerda qoladi. Azizlar aka, siz Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Aka, hozir bizni tashlab ketdingiz-ku. Ha. Maksatga qolib ketdi mashinada, aka. Bu yerga kela olasizmi? Ha, bo'ldi, ko'rdim aka. Bo'ldi. Ha, bering aka, zotni. Xo'p aka. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum aka. Qolib ketdikmi? Ha. Qanaqasi bor edi, aka? Maylimi? Bunaqasi. Maylimi, bitta sana olsana, aka? Bo'ldi. Bemalol. Tushunmadim. 500 kam chiqyapti? Aka, barsatganingiz shu yerda edi aka. Okey. Men oldim, mana bu yerga qo'ydim. Bo'ldi aka, men nima qilaman sizning pulingizni olib? Yakada sanab olganmi? Qo'li? Qo'chkaydi. Hamma? 500 kam bo'pti. Aka, men olgan emasman. Men nima qilaman pulingizni olib aka? Mana qarang, aka. Bu yerda 500 qaytarib berasiz. Men bilmayman. Tushunasizmi? Hozir boshqa gaplashaman. Aka, men qayerdan bilaman barsatganingizda pul bormi, yo'qmi aka? Men qayerdan bilaman hozir nima ish qilganingizni? Давайте menga 500 qilib bering. Aka, men olgan emasman. Men nima Tushunasizmi qilaman? meni gapimni? Hozir 1-2 qilib yuboraman bo'lmasa. Tushunasizmi? Pulimni qilib ber tez. Aka, men nima qilaman sizning narsangizni olib? Menga qarang. Ko'p gapirmada pulni qilib ber deyapman. Tushunasizmi? Men nima qilaman sizning pulingizni olib? Menga qarang, senga gapiryapman. Insonsan, qilib ber 500 deyapman senga. Olganim yo'qman aka. Bo'l tez, men bilmayman. 500 joyga qo'y. Nima uchun berishim kerak? Olmagan narsani Sen. Aka, kerak emas davom. Mashinadan tushib olma. Qilib o'ringlar. Mana kameralar bor. Kamerasi bor. Turib turgan bor. Ben chiqaman. Qo'lingni ol. Qo'lingni ol. Eshitdingmi? Hozir biz ikki qilaman aka. Kel 1-2. Bo'ldi. Nima bo'pti? Aka, 500 dollar pul yo'q. Tushunasizmi? Barsetgan ichida 500 dollar yo'q. Hozir qarorni yo'qmi? Aka, menga farqi yo'q. Hozir nima bo'ladi? Aka, hozir men biz ikki qilaman. Yo'q, to'xtang. Sen Jamshid, aviachipga kelganimizda bilet bron qilganimizda o'shani men uchib qochirasizlar debading, tezlab. Yo'q, tezlab. Va 500 dollarga Turkiyaga bilet oldim. Hozir aka men arzon qo'yding. Nima deydi? Nima deydi? Men bor zo'rlikmi, aka? Qilib bersan, adashmoqchilik qilib. bunaqa emas-da aka, men borib. Halol ishlab yuramiz ko'chada, nima qilamiz pulingizni olib? Shuncha narsa bo'lib ketdi, mana. Zo'r aka. Rozi bo'ling aka. Men bor zo'r. Qanaqa berib yuboring shunda bo'ldi aka. Rozi bo'ling aka. Men bu yo'q roziman. Xo'jalaman bo'ling. Yo'q, kerak emas. Kerak emas aka, oling. Yo'q, kerak emas aka. Bo'ldi, oling. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Buni yengil shamol deb hisoblaymiz. Oldinda bundan da battar bo'ronlar keladi. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana ko'rdingizlar, shunaqa holatga tushib qolmanglar. Shuning uchun aytaman, videoga registrator qo'yinglar, обязательно akaxonlar. Sizlardan like, подписка.